militsiyalar bosib ketdi mana bu yerda. Bir narsa bo'ldi-da. Kimdir nimadir qildi-da. Mana bu joy Yeni Kapı metrosi. Dışarıdan chiqasizlar, mana bunda o'tasizlar. Mana bu orada ko'chalar bor. Ko'chaning orqasidan mana bu yerga kirsalaring o'zbek mahallalari bor. Mana bu yerda o'zbek restoranlari bor. Mana hamma joyda militsiyalar tekshiryapti. Mana bu odam eng zo'r nosni sotadigan mana shu odam. Tamam ket tamam. Tamam. Mana shu kesalaring eng zo'r nos bor. Nonlar. Ser, mana bular kirib bo'lmaymi ekan ko'chada turibdi. Narsalar. Magazin to'liq oladi. Ne kadarmış bunlar? Kaysınız? Aka, mant qozon nechi pul? 150. 2400. Kurtaşları paket yiyen bu. Mana qozonlar. Ha, o'zbek piyola choyniklar. Qozonlar nechi pul ekan? Hangisi? Shundan. 22 litre 3300 lira. 3300 ha? Tovoqlar. Bedava reklam yapıyoruz abi. Niye? Sıradan gol yapıyor. Mayizlar, narsalar. Kesak yeyish xohlaydiganlar bormi? Kesak yeyinglar. Aka, bu noslar nechi pul? Assalomu alaykum. Shundan ne kadar? 400 lira. Farklı mı hepsinin fiyatı? Evet. Bu ne? Bak 400, 200, 200, 20 lira, 20, 40 lira, 60 40, lira, 60. 7 lira. Ha, rahmat. Mana shu o'zbek mahallasiga kelsangiz, kargolar ham hamma narsa bor. Lekin yaxshisiga boringlar, e'tiborli bo'linglar, aldanib qolmanglar.